She'riyatga oshno qalblar, Kamina Nurumid Imomov yana sizlar bilan. Assalomu alaykum. Endi esa e'tiborlaringizga mehmon qilaman deb nomlangan she'rimni havola etaman. Tinglab dil sorimni, anglab tuyg'ularimni, asl vafodorimni mehmon qilaman debdi. Yurakdan suyganimni, ishqimda kuyganimni, kuydirib do'st g'animni mehmon qilaman debdi. Bilmasin begona yot, demasin berahm dod, aylayman ko'nglini shod, mehmon qilaman debdi. Qilmasinlar yurish salb, o'zga yor etmasin jalb, muhabbatga to'la qalb mehmon qilaman debdi. Kela qolsinlar shoshib, ketgan dil to'lib toshib, tonggacha suhbatlashib mehmon qilaman debdi. Nur Muhammad izda bor, topolmaysan bunday yor, bag'rini ochib dildor mehmon qilaman debdi. Nurumid Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.